Sizlari mana obunachilar Andijon Asaka O'zbekiston mol bozoridan video lavhalarimiz boshlandi. 11-iyun sanamiz xudo xolasi videolarni boshladik. Yana bola molimiz bor ekan, 5-bolasi bolasini ovozchi ekan. Aka suti nechta? 20 ta sutga beramiz deyapti akalar. Ola rossiyskiy paroda mollarimizdan ekan. Bolasi buqacha ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti. Jonivorning idishlari, poklari katta ekan. Sutni beradi xudo xolasa, yaxshi qaror bo'lsa. Hozir aka pulini nech pul deyapsiz? 50 million so'm kami bor ekan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechili? 93li. 253 78 22. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana bolasini ovoz birinchi tumsa molimiz bor ekan akalar. Aka bolasini ovozchi, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta garantiya. Yuvoshligi yuvosh. Sinovga beraveramizmi bir haftaga? Bir haftaga sinovga beraveramiz deyapti akalar. Bolasi buqacha ekan. Nech pul ekan narxi aka? 30 million so'm kami bor ekan akalar. Yeb ichishi, yuvoshligi behijolat deyapti. Qiziqqanlarga nomer beraveramizmi aka? Sotilib ketadimi? Sotilib ketar ekan akalar. Akalar mana keyingi molimiz Shvet ekan. Bolasi xunajin aka. Nechinchi bolasiga? Ikkinchi bolasiga bolasi xunajin ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta aka. Yuvoshligi yuvosh. Suti nechta aka? 10 litrga beraveramiz deyapti. Sinovga beriladi deyapti bir haftaga. Dastlabki yetkazib beraveramizmi? Yetkazib berilaverar ekan akalar. Asaka O'zbekiston mol bozorida bo'lyapti videomiz. Nech pul aka aka narxi? 38 million so'm narx aytishyapti. Savdosi bo'ldimi? 34 million savdo qilyapti. Ustiga yurilganga sotilar ekan molimiz. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Nechili? 77li. Necha aka? 786 11 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Chorvoshqozlari keyingi meni bolamiz mana. Bolasi novvoscha ekan. 7 oylikcha bor aka bolasi. 6-7 oylikcha bo'lib qopti, novvoscha ekan. 3-bolasi ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh ekan akalar. Aka nechta suti bor buni? 7 ta sutga beramiz deyishyapti akalar. Yuvoshligi yuvosh ekan. Bolasi ham bo'lib qopti xudo xolasa. Bunisi yakkami Shvet? Bunisi yakka svoy Shvetimiz ekan akalar. Nechta suti bor buni aka? 8 ta sutga nechinchi bola bu? Ha, 4 ta tuqqan-da aka. 4 ta tuqqan ekan akalar. 4 ta 5 ta tuqqan ekan. 8 ta sutga beramiz deyishyapti. Shvetimiz ham chiroyli darcha ekan. Bunisini narxi nech pul? 27 million kami bor. Ena bolaniki nech pul aka? 50 million so'm. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechilik? 93li akalar. Ha. 690 92 91 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Onasi bo'g'oza necha oylik? 4 oylik bo'g'oz ekan onasi akalar. 3 yosh ekan xudo xolasa sigirimiz. Kanalimiz obunachilar mana Shvetimiz bor ekan. Birinchi tumsa 3 oylik bo'g'oz ekan xudo xolasa, qo'lda soldirib, o'zinglar qildirib qo'yibdi. Ona ukasi ekan, novvoscha ekan akalar. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya. 3 oylik bo'g'oz deyapti. Bu ukasi ekan, undan nariga opasi ekan. Onasi bitta ekan bularning. Aka nech pul deyapsiz narxini? Aka 80 million deyapsiz. 80 million so'm kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechili? 93li. 93li? 799 88 78 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Toza Shvetimizdan mana. Oyoq qo'li polvon. Chorvoshqozlari mana keyingi mollarimiz ena bola ekan. Bir jup ekan akamizdan. Bittasini bolasi xunajin, bittasiniki novvosa aka. Birinchi bola ikkalasi ham. Bolasiniki birinchisi ekan, sarig'iniki ikkinchisi ekan akalar. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya ekan. Nechta suti bor aka buni? 7 ta 8 ta sut beraverar ekan bolasidan tashqari. Sarig'i birinchisiga, olasi ikkinchisiga ekan. Sarig'ini bolasi xunajin novvos ekan.
Bolasiniki xunajin ekan. Nech puldan deyapmiz aka buni narxini? 35 milliondan kami bor ekan akalar. Savdosi nech pul bo'ldi aka? Bozor ko'rgani. Sarig'iga 27 million. Qora olasiga 31 million so'm savdo qilishibdi. Qiziqqanlarga nomer beraveramizmi aka? Nechchilik? 97lik 727 6007 akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ro'yishki bozor mana sotilgan shved ona bola sigirimizdan ekan. Bolasi novvos ekan. Hoji aka nechinchi bola? 3-bolasi novvos ekan akalar. Savdosi bitibdi. Mana savdoning ustiga kelib qoldik. Hoji aka, nechta suti bor buni? Bolasidan tashqari 10 litr sutga beramiz deyishyapti. Yeb ichish sog'lig'i behijolat ekan. Nech pulga baraka yo'l hoji aka? Sotamiz aka. Ha, sotasizlar. Nech pul deyapsiz narxini? 45 so'm kami bor. 45 million so'm kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Beramiz aka 97lik 97lik 273 273 8200. 8700 yaloqaga chiqaverasiz. 8200 yaloqaga chiqaverasiz akalar. Shved bolasi novvos ekan. Chorovishki bozor mana katta shved ena bola molimiz chiqibdi. Eston shvedlardan. Alaski shvedlardan ekan, o'zimiz eski shved sigillardan ekan akalar. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiyali. Aka nechinchi bolasi? 3-bolasi ekan akalar. Bolasi nima aka? Bolasi xunajin ekan. Bolasi ham 5 oylik bo'lib qoldi akalar. Nechta sutiga bu aka? 15 ta. 15 ta sutga beramiz deyishyapti. Bir haftaga garantiya deyapti. Narxi nech pul deyapsiz aka? 60 million so'm pul so'rashyapti akalar. Telefon nomer beramizmi? Ha, sotilib ketadi ekan akalar. Shoruvish quvozlari keyingi shved molimiz ekan. Bolasi novvos ekan akalar. 3-bolasiga ekan. Yeb ichishiga, sog'ligiga, yuvoshligiga hamma yo'li joyida deyapti. Bolasi bo'lsa balat. Bolasi buqacha ekan akalar. Suyalik katta molimiz ekan akalar. Savdosi bo'lyapti, savdosini bilamiz. Aka nech pul beryapsizlar? 39 million savdosi bo'lyapti akalar. Chorvoz bosgan aka. 39 million savdosi bo'lyapti. Shunday yursa sotamiz deb turishibdi akalar. Molimiz kuchli mol ekan. Bolasi buqacha ekan akalar. Keyingi molimiz shved ekan, birinchi bolasiga ekan. Yeb ichishi tan joni sog' ekan, yuvoshligi yuvosh ekan. 2 oylik buqaga qo'yib qo'yishgan ekan akalar. Bolasi xunajin ekan, chiroyligina, ixchamgina sigiramiz ekan akalar. Hamma yo'g'i joyida. Yeb ichishi tan joni sog' aka. Bolasi xunajin, birinchi bolasi. Nech pul so'rayapsizlar? 33 million so'm pul so'rashyapti. Savdosi nech pul bo'ldi aka? Savdosi bo'lyapti akalar. Baraka bo'lay deb qoldi. Asqar bu nech pul berdingiz? 28,5 million so'm savdo qilishyapti akalar. Savdosi bitib qoldi. Telefon nomerlarini so'rasak bitib qoldi o'zi deyapti. Dushanba kuni Qo'rg'ish bozori birinchi tumsa sigirimiz bor ekan. Shved, shvedlardan. Bolasi novvos ekan. Birinchi bolaga ekan. Hojiga suti nechta? Ha, bolasi emib yuribdi. Bolasi emib yuribdi akalar. Yuvoshligi yuvosha? Yuvoshligi yuvosha aka. Yuvoshligi yuvosha ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi hamma yo'g'i joyida ekan. Bunisini bolasi nima aka? Bunisi ikkinchisi, uchinchisiga? Uchinchisiga ekan akalar. Bolasi xunajin ekan bunisini. Targ'ilagan bunisi. Bu ham saqlayaptimi, emyaptimi aka? 4 kunlik bo'libdi akalar, emib yuribdi ekan hali. Yana ona nech pul aka? Sinalmadi. Hoji aka nech pul deyapsiz shvedni? 34 million savdosi bo'lyapti ekan. Bunisi-chi targ'ilini? Bolasi. Targ'ilini-chi? Targ'ilini nech pul kilo hoji aka? 20 nechi? 24 million so'm savdo qilyapti akalar. Bolasi xunajin, shvedniki novvos ekan akalar. Bolasi ham bo'ladigan novvoschi ekan. Oyoq qo'li toza shved ekan, Alloh xolasi. Aka bu bo'g'oz necha oyga gumon?
2 oylik gumon ekan. 10 litr suti bor dedingiz-a? 10 litr sutga beramiz. Nechinchi bola? Nechinchisiga bo'g'az? 4-chisiga bo'g'az ekan akalar. Suti bor bo'g'az so'raganlarga. Suti bor bo'g'az. Pulini nech pul deyapmiz? 22 million so'm. Narx so'rashyapti akalar. 2 oylik bo'g'az 10 litr sutga. Kanalimiz obunachilari, chorva ishqibozlari mana bola 3-bolasiga bolasini ovozchi aka. Qanchalik bo'ldi bolasi? 25 kunlik novvosi ekan akalar. 3-bolasi ekan. Yeb ichishiga, sog'ligiga bir haftaga beramiz deyapti. 6 litr suti bor ekan akalar. Bolamiz endi qaroq bo'pti. Xudo xolasa qaroq yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lib ketadi. Endi eti yuqoriroq ekan. Bolasi bo'ladigan ekan. Aka nech pul narx so'rayapsiz? 40 million so'm kami bor ekan. Savdosi nech pul bo'ldi aka? 34 million so'm savdo qilishyapti akalar. Nomer beramizmi qiziqqanlarga? Nechilik? 97lik, ha? 169 19-14, ha? 19-14 akalar. Keyingi shvetimiz birinchi bolasimi aka? Keyingi shvetimiz birinchisimi? Hoji aka. Birinchi bolasi. Bolasi nima? Birinchi bolasi xunajin ekan akalar. Yeb ichishi sog'ligi yuvosh aka. Yeb ichishi sog'ligi yaxshiga o'xshayapti. Xonalari chiqib kavshani turibdi, xudo xolasa. Nechta sutga hoji aka bu? 8 ta sutga ekan. Nech pul deyapsiz narxini? Narxini 28 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi bo'ldimi aka? Ha, oldingizmi? Jinda foyda bersa sotasiz. Nech pul oldi barakasi? 25,5 million so'mga olibdi. Foyda bersa sotamiz deyapti akalar. Qiziqqanlarga nomer aytib qo'yinglar aka. 95lik 811 0511 akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Chorva ishqibozlari keyingi molimiz shvet mana akalar. Shvet gigantidan mana. Yeb ichishi sog'ligi, yuvoshligi bir hafta deyapti. Bolasi buqachasidan. Qiziqqanlarga bolasini olmasa ekan. Nechinchi bolasi uka? Ha? 3-chisimi, 4-chisimi? 4-chi bolasi ekan akalar. Yeb ichishi sog'ligi, yuvosh deyishyapti. 4-chi bola ekan. Xudo xolasa bir haftaga sinovga beraveramiz deyapti. Hoji aka buni suti nechta? 18 ta. 18 ta suti bor ekan akalar. Qiziqqanlarga dastavkasi bormi? Yetkazib beraveramizmi? Qiziqqanlarga yetkazib beraveramiz, dastavkasi bormi aka? Nomer beramizmi? 77lik 193 83-82. Narxini nech pul so'rayapmiz? 60 million so'm narx so'rashyapti akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'g'oz ishqibozlarga bo'g'oz bozorimizdan. Necha oylik aka bu? Bir hafta 15 kunlik qolib xudo xolasa shvet bo'g'ozimizni. Ikkinchi bolasiga ekan, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta garantiya deyapti xudo xolasa. Yuvoshligi yuvosh ekan aka. Narxini nech pul so'rayapmiz aka? 40 million so'm narx so'rashyapti akalar. 31 million so'm savdosi bo'lib berilmayapti akalar. Ikkinchi bolasiga 10-15 kunlik qoldi. Yuvosh ekan. Aka birinchi tumsami bular? Necha oylikda aka? 8 oylik ekan mana keyingi birinchi tumsa bo'g'ozlarimiz. Birinchisi 8 oylik, keyingisi 6 oylik ekan. Yeb ichishi tani joni sog'a aka. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta garantiya ekan. Chorvaz bosgan aka. Yuvosh ekan va olasi 6 oylik ekan akalar. Bu ham birinchi qoringa ekan. Narxini nech pul so'rayapmiz aka? Hoji aka. Narxini nech pul so'rayapmiz?
26 million so'm narigisichi. Olasini 6 oyligini 26 ga bermayapti, narigisini 25,5 million so'm qilibdi. Savdosi bo'lib turibdi akalar.